Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Shayton va uning inson hayotidagi ta'siri. 722-savol. Shaytonning insonlar hayotidagi ta'siri qaysi darajada bo'ladi? Javob. Shayton insonlarning ko'ngliga vasvas selish va gunoh, yomon ishlarni ularga chiroyli ko'rsatishdan boshqasini qilolmaydi. Shaytonga ergashgan inson xatoliklarni, gunoh ma'siyatlarni va barcha yomonliklarni o'z irodasi bilan ishlaganligi uchun bu qilganlardan faqat o'zila javobgar bo'ladi. Shaytonga bulardan hech narsani yuklayolmaydi. Chunki ozdirgan shayton bo'lsa-mu, gunohni ishlagan insonning o'zidir. 723-savol. Shayton haqidagi haqiqatlar qaysilar? Javob. Islom manbalarida shayton haqida ko'plagan haqiqatlar bor. Ularning qisqacha bayoni tovandikicha. Birinchi haqiqat. Shayton insonning irodasiga ta'sir ko'rsatmaydi. Faqat shaytonga ergishib, ixtiyoriy holda o'zining tizginini shaytonning qo'lga tutqizib qo'yganlar buningdan mustasno. Alloh taolo o'z vaqtida shaytonning otasi iblisga xitob qilib mundaq degan: Mening bandalarimga, ya'ni ularni ozdirishga sening kuching yetmaydi. Faqat gumrohlardan sana ergashganlarga sening kuching yetadi. Sura Hijr 42-oyat. Shubhisizki, mening ixlosmand bandalarim ustidan sen hukmronlik qilolmaysan. Parvardigoring haqiqatan homiy bo'lishga yetarlikdir. Sura Isro 65-oyat. Alloh taolo Muhammad alayhissalomga amr qilib mundaq degan: Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Shubhisizki, mu'minlarning Parvardigoriga yo'linib, uningga tavakkul qiluvchilarning ustidan shayton hukmronlik qilolmaydi. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zining ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustida hukmronlik qiladi. Sura Naml 98-99-100-oyatlar. Yuqorqi oyatlardan ma'lumki, Alloh taolo shaytonga insonlarning ko'ngliga vasvas selish va yomon ishlarni chiroyli qilib ko'rsatishdan boshqa qudrat bermagan. Shaytonlarning kuchi faqat ixtiyoriy holda tizginni uning qo'liga tutqizib qo'yganlar va uni rahbar o'rnida tutganlarga yetadi. Shu sababdan shayton qiyomat kuni bu dunyoda o'ziga ergashganlarga bu haqiqatni e'lon qiladi va javobgarlikni ustiga olmaydi. Buni oyat bu haqiqatga ishorat qiladi. Hisob oyoqlashib ish bitganda shayton deydi-ki, Alloh haqiqatan sizlarga rost va'dani qilgan edi, men sizlarga yolg'on va'da qilgan edim, va'damga xiloflik qildim. Zodi sizlarga mening kufrga, gunohga zo'rlig'idek hukmronligim bo'lgani yo'q. Men sizlarni faqat gumrohlikka da'vat qildim. Sizlar da'vatimni qabul qildinglar. Shuning uchun meni ayblamanglar, o'zinglarni ayblanglar. Men sizlarga yordam berib, sizlarni qutqizolmayman. Sizlarmi menga yordam berib, meni qutqizolmaysizlar. Men sizlarning burun meni Allohga sherik qilganliginglarni e'tirof qilmayman. Sura Ibrohim 22-oyat. Ikkinchi haqiqat. Shaytonning inson hayotidagi vazifasi faqat insonlarning ko'ngliga vasvas selishdan iboratdir. Buningdan ko'pragiga shaytonning kuchi yetmaydi. Inson shaytonning uni yomon ishlarga kuch kiritib, uning ko'ngliga vasvas qilayotganligini albatta his qiladi. Lekin inson o'z-o'zini bir bahonalar bilan qutqizadi-da, shayton qiziqtirgan gunohga yuzilanadi. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq degan: İnsonlarning Parvardigori, insonlarning podshohi, insonlarning ilohi Allohga sig'inib, sizlarning dillaringlarda vasvas qiluvchi jinlardan va insonlardan bo'lgan yo'shirin shaytonning vasvasining sharridan panoh tilayman degan. Sura Nas. To'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin orqasiga qaytib olganlarga ularning bu ishini shayton chiroyli ko'rsatdi va ularning ko'nglini tindirdi. Sura Muhammad 25-oyat. Shayton insonlarni ozdirish uchun qanchalik ko'p tadbir qo'llansimi, baribir uning tadbiri ojizdir. Shaytonning tadbiri haqiqatan ojizdir. Sura Nisa 26-oyat. Uchinchi haqiqat. Alloh taolo yaxshilik bilan yomonlikning turtkilar o'rtasida tangpongliqni saqlash uchun shaytonni insonlarning hayotiga belgilagan. Shaytonning vasvaslaridan qutulishning diniy chorasi. 724-savol. Shaytonning vasvaslaridan qutulishning diniy chorasi nima? Javob. Alloh taolo bandalarga shaytonning vasvaslaridan qutulish chorasini o'rgatib mundaq degan:
Agar shayton senga vasvasa qilsa, shaytonning vasvasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. Chunki Alloh rostilla munojitingni anglag'uvchi va ahvolingni bilib turg'uvchidir. Taqvodor kishilar shaytonning vasvasiga uchirsa, Allohning buyurganlarini va to'sqanlarini esga oladi-da, aman haqiqatga qaytadi. Sura A'rof 200-201-oyatlar. Tavba istig'forga buyurishning siri. 725-savol. Tavba istig'forga buyurishning siri nima? Javob. Tavba istig'for odamni gunohlardan poklab, xatoliklardan yiroq qilib turadigan narsa. Xatolikni o'ngshab, gunohni tavba bilan o'chirib ma'maganda, bir gunoh yana bir gunohni, bir xatolik yana bir qancha xatoliklarni to'g'dirib mengaveradi. Oxiri odam o'zini chiqmas tor ko'chalarga kirgizib qo'yadi. Bu xuddi ko'nglakning birinchi tugmasini xato etish bilan uning butun tugmalari xato etilib mang'iniga o'xshash. Ko'nglakning dastlab atgan tugmasini qaytadan to'g'ri atgandan keyinla boshqa tugmalarni to'g'ri va joyida etilib ma'od. Tarixlarda qayd qilinishicha, Osmoniylar xalifaligi zaiflashgan oxirgi davrlarda Turkiyaning har qaysi joylarida davlatga qarshi isyonlar bosh ko'tarishga boshlagan. Davlat bu isyonlarni bostirish uchun turmalardagi jinoyatchilarni chiqarib, ularning qo'liga qurol tutqizib, shularning qo'li bilan isyonlarni bostirgan bo'lsa-mu, keyinchi bu jinoyatchilar isyon ko'tarib chiqqanda, davlat ularni bostirishdan amalsiz qolgan. Chunki jinoyatchining qo'liga qurol tutqizish cho'ng xatolik edi. Bu xatolik keyin o'zidanmi cho'ng va oldin og'ilib bo'lmaydigan xatoliklarni tug'dirgan. O'z xatoligini bilgan hamon uningdan darhol qo'l uzgan, bir gunohni ishlagan hamon uningga pushaymon qilib tavba qilgan odam qayta xatolik sodir qilish va yangi gunoh ishlashdan o'zini yiroq tuta oladi. Demak, tavba istig'for odamning ish-harakatlarining to'g'ri va mustahkam bo'lib davom qilishini kafolat qiladigan narsa. Shunga tavbaning ahamiyati zo'r, foydasi ko'pdir. Payg'ambar alayhissalom "Men har kuni Allohga 70 qatimdan ko'proq tavba istig'for etaman" degan. Imom Buxoriy rivoyat. Ilgirki va keyingi butun gunohlari, kamchiliklari va xatoliklari kechirim qilib etilgan bir ma'sum payg'ambarning kunda Alloh taologa 70 qatimdan ortiq tavba istig'for etishining sababi nima? Tavba deganni gunoh qilganlarni qilmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana har qanday odam bolasi xatolashquchidir. Xatolashquchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchilardir degan. Imom Tirmizi va Abu Davud rivoyat. Buningdagi sir nima? Chunki tavba istig'for insonni to'g'ri yo'ldan ezib ketmasligi uchun uning qadamini mustahkam qilib turadigan, xatoliklarning vaqtida yo'yilib, gunohlarning o'chirilib turishi orqali uni murakkab xatoliklar va og'ir gunohlardan saqlab turadigan qalqondir. 726-savol. Payg'ambar alayhissalomning tavba istig'for etishining sababi nima? Javob. Payg'ambar alayhissalomning shunchalik ko'p tavba istig'for etishining sababiga kelsak, bu bir tarafdan musulmonlarga ulgu ko'rsatish orqali ularni bu yaxshi ishlarga odatlantirish va ularning ta qiyomatgacha to'g'ri yo'lda mustahkam bo'lishini amalga oshirish uchun bo'lsa, yana bir tarafdan o'zining kamtarligini va Alloh taolaning mag'firatiga har zamon muhtoj ekanligini ifodalash uchun bo'lsa kerak. Hamda payg'ambar alayhissalomning har qanday odam bolasi xatolashquchidir, xatolashquchilarning eng yaxshisi tavba qiluvchidir degan hadisiga kelsak, har qanday odam bilib bilmay cho'qim xatolik o'tkazadi va gunoh ishlab soladi. Hatto hech gunoh qilmagan odamning o'zini gunohsiz his qilib, mag'rurlanishning o'zimi gunoh ishlangandan og'irroq gunohdir. Chunki mag'rurlik iblisni iymondan chiqargan gunohdir. Demak, gunohsiz odam yo'q dunyoda. Payg'ambar alayhissalomning agar sizlar gunoh qilmasanglar, Alloh gunoh ishlaydigan bir xalqni yaratib, ularning gunohlarini mag'firat qiladi deganligi buni ifodalaydi. Imom Tirmizi rivoyat. Hadisning ma'nosi Alloh taolaning gunoh masiyatlarini yoqtiradiganligini ifodalamaydi. Balki bandalarining tavbalarini qabul qilish orqali o'zining G'affor, kechirguvchi va G'affar, gunohlarni nihoyatda kechirguvchi degan ulug' sifatlarining asarlarini izhor qilish va bandalarga bo'lgan mehribonligini ifodalashni xohlaydi. Alloh taolo gunohkor bandalarga xush xabar berib, Allohning rahmatidan umidsizlanmanglar, u butun gunohlarni mag'firat qiladi degan. Sura Zumar 53-54-oyatlar. Birinchidan, Alloh taolaning tavba qiluvchilarni yoqtiradiganligini ifodalasa, ikkinchidan, hech kimning qilgan tavbasi bekorga ketmaydiganligini va tavbaning oxiri mag'firat ekanligini ifodalaydi.
Tabiiy axloq va yetildirgan axloq. Axloq tabiiy axloq va yetildirgan axloq deb ikkiga bo'linadi. 727-savol. Tabiiy axloq degan nima? Javob. Tabiiy axloq yaratilishdan beri insonda bo'lib kelgan tabiiy tug'ma axloqni ko'rsatadi. Masalan, ba'zi kishilarning axloqi tabiiy axloq bo'lib, bu axloq ularning balalik chog'larida ifodalanishga boshlaydi. Ular axloq qoidalariga o'zligidan tabiiy holda rioya qiladigan keladi. Bu tabiiy axloqning ifodasidir. Yetildirgan axloq yaratish tabiatida bo'lmasa-mu, keyinchi o'rganib tarbiya yo'li bilan yetildirgan axloqni ko'rsatadi. Masalan, ba'zi kishilarning axloqi ta'lim-tarbiyaning yoki ijtimoiy muhitning yoki hayotlikdan olgan tajribalarning turtkisi bilan yetildirgan axloq bo'lib, bu o'rganilgan yoki yetildirgan axloq deb ataladi. Lekin birovning axloqni yetildirishi uchun uningda axloqni qabul qiladigan tabiiy moyillik xohishi bo'lishi shartdir. Bu xuddi qandoqli bir mahoratni egallash uchun uningga munosib tabiiy moyillik talab qilinganiga o'xshashdir. Insonda biror mahoratni o'rganish uchun shu mahoratga nisbatan tabiiy moyillik va qobiliyat bo'lsa, uni cho'qim o'rganib keta oladi. Aksicha odamda shu mahoratga nisbatan tabiiy moyillik bo'lmasa, uni o'rganolmaydi. Shundaqla insonning organlari shundoq bo'lib, biror mahoratni o'rganish qobiliyati bo'lgan organ mashq qilish bilan shu mahoratni o'rganib keta oladi. Masalan, qo'l xat yozishni, rasm chizishni va boshqa mahoratlarni o'rganishga nisbatan tabiiy qobiliyatli bo'lganligi uchun qo'lni ko'ndirish va mashq qildirish orqali kerakli mahoratlarni hosil qilib bo'lganga, quloqda mashq qilish bilan anglash mahoratini yetildirish qobiliyati bo'lmaganligi uchun to'liq anglayolmaydigan odamning anglash qobiliyatini mashq bilan hosil qilolmaganiga o'xshash go'zal axloqni yetildirish uchun ba'zida tabiiy tayyorlik, intilish yoki qobiliyat bo'lmagan odam o'rganish, ta'lim-tarbiya va boshqa choralar bilanmi o'zida go'zal axloqni to'liq yetildirib ketolmaydi. Tabiiy axloqmi bir xil emas. 728-savol. Tabiiy axloq bir xil bo'lamdi? Javob. İnsanlarning yaratilishidagi mijoz xulqidan bo'lgan nisbati bir xil bo'lmagan. Bu hech kim inkor qilolmaydigan bir haqiqat. İnsanlar tug'ma qobiliyat jihatda bir-biridan farqli bo'lganidek, ularning tan qurilishimi kuchlik, ojizlik, egizlik, pakorlik, semizlik, o'ruqlik, saqliq kasallik, chiroyli ko'rimsizlik jihatlarda farqli yaratilgan bo'lib, ularning axloqi va g'ayri axloqiy tabiatlarimi bir xil bo'lmagan. Masalan, ko'ryotimizki, ba'zi insonlardagi tabiiy qo'rqinish xislati boshqalarninkidan farqli. Ba'zilardagi ta'magarlik boshqalarnikidan qattiq bo'lgan. Ba'zi kishilar tez achchiqlanadigan bo'lsa, yana ba'zi kishilar o'zini tutib oladigan va ochiqini ma'lum qilmaydigan keladi. Bu xil tabiiy farqlarni texi muhitning ta'siriga uchramagan kichik bolalardami ko'ngil bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Alloh sizlarning oranglarda rizqinglarni taqsim qilgandek, axloqinglarni ham taqsim qilgan. İmam Ahmad Tirmizi rivoyat. 729-savol. İnson tabiatidagi farqlar qaysi darajada bo'lgan? Javob. Payg'ambar alayhissalom inson tabiatidagi farqlarni bayon qilib mundaq degan: İnsonlar xuddi oltin, kumushga o'xshash ma'danlardir. Ularning jaholiyati yaxshi bo'lganlari o'rgansa islomdami yaxshidir. Buxoriy va Muslim rivoyat. Payg'ambar alayhissalom bu hadisda insonlarni oltin, kumush qatorliq ma'danlarga o'xshatgan. Bu intayin to'g'ri o'xshatish bo'lib, ma'danlarmi yuqorisi olmos, tövini ko'mirga o'xshash, qimmatga va shakl ham xususiyatlarda bir-biridan farqli bo'lganidek, insonlarmi yaratilish tabiatida, mijoz xulqida va boshqa ko'plagan jihatlarda xuddi ma'danlarga o'xshash farqlidir. Endi hadisdagi jaholiyati yaxshi bo'lganlari o'rgansa islomdami yaxshidir degan jumlaga kelsak, bu jumla intayin muhim bir o'lchamni o'tirg'a qo'ygan bo'lib, u bo'lsa-mu tabiatida yaxshilik bo'lganlarning qandoqli bir muhit va qandoqli bir jamiyatda yashasin, shu yaxshilikning ifodasini hamon ko'rsatadiganligi edi. Shunga payg'ambar alayhissalom jaholiyat ahlidan axloqi yaxshi kishilarni tanlab chiqib, shularning musulmon bo'lishini va shular orqali kuchlanishini Alloh taolodan tilaydi. Payg'ambar alayhissalomning: "Ey Alloh, Umar ibn Xattob bilan Amr ibn Hisham, Abu Jahl ikkisining qaysisi sana söyümlük bo'lsa, shuni islomga hidoyat qilgin" deb duo qilganligi va Alloh taolaning Umar ibn Xattobni islomga da'vat qilishi bilan musulmonlar ibodatlarini oshkor qila oladigan bosqichga o'tganligi buning misoli.
İslamdagi axloq o'rganish qobiliyati. 730 savol. İnson o'zidagi axloqni o'zgartira olamdi? Javob. O'zida go'zal axloqlarni yetildirish uchun tabiiy moyillik va qobiliyat bo'lgan har qanday aqlli inson axloqini isloh qilish yo'lida tirishchanlik ko'rsatdi ekan, u cho'qim go'zal axloqlarni hosil qila oladi. Masalan, tez ochig'iladigan odam ochig'i kelganda o'zini tutib oladigan, eg'ir besiqlikni hosil qilish uchun bel bog'lab tirishchanlik ko'rsatsa, tarbiya va mashq yo'li bilan u o'zida cho'qim eg'ir besiqlikni hosil qila oladi. Eng uchiga chiqqan shaxsiyatchi odammi, agar uningda sexiylikqa odatlanish uchun tabiiy qobiliyat va tabiiy moyillik bo'lib, sexiylikqa odatlanish uchun chin iroda tiklasa, tarbiya va mashq yo'li bilan u cho'qim sexiylikqa odatlanadi va sexiylikdan iborat bu go'zal axloqni o'zida yetildira oladi. Mundaq bir shaxsiyatchi odam birdilla boshqalarning manfaatini ko'zlab, o'z manfaatidan kechish darajasiga yetolmasimi, u boshqalarga o'tashga tegishli haq-huquqlarni ado qilishi uchun yetarlik bo'lgan sexiylikni yetildira oladi. Boshqa axloqiy fazilatlarning hammasi buningga o'xshash bo'lib, o'zida tabiiy qobiliyat bo'lish sharti bilan hosil qilish yo'lida tirishgan har qanday odam cho'qim uni hosil qila oladi. Bu insonning qo'lidagi ish. Shuning uchun o'zini tarbiya bilan isloh qilish, o'zida go'zal axloqni yetildirish ishiga ahamiyat bermagan inson qiyomat kuni Alloh taolaning oldida javobgarlikka tortiladi. Chunki inson hosil qilish qo'lidan keladigan ishlarning hammasidan javobgardir. Shuning uchun qo'lidan keladigan turib hosil qilmaganlar Alloh taolaning oldida javobga loyiq bo'lib qoladi. Agar inson axloqidagi qing'irliklarni tuzatish uchun tirishmasdan o'zini va axloqini o'z yo'liga qo'yibsa, qiyomat kuni bu mas'uliyatsizligi sababli javobgarlikka tortiladi. Axloqni o'zgartirishning unumli usuli tarbiya. 731 savol. Axloqni o'zgartirishning eng unumli usuli qaysi? Javob. Axloqni isloh qilib, uni yaxshilik tarafga o'zgartirishning eng unumli chorasi ta'lim-tarbiya ekanligida shak yo'q. Chunki tarbiya bilan mashq odamlarni emas, balki eng vahshiy, yirtqich hayvonlarni uy hayvonlariga o'xshash ko'ndirish kuchiga ega. Masalan, sirk o'yinini ko'rsatadiganlar tabiiy vahshiylik bilan to'lgan shirni ko'ndirilgan hayvonga o'zgartira oladi va insonlarga cheqilmaydigan holga keltira oladi. İnsanlar delfinni mashq qildirish orqali kichik bolalarni uningdan qo'rqmasdan birga tomosha qiladigan holga keltira oladi. Agar insonlarning axloqi o'zgarmaydigan bo'lsa edi, Alloh taolaning shariatni tushirganligining ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Vaz-nasiyat qilganning foydasi bo'lmagan bo'ladi va Alloh taolaning vaz-nasiyat qilgan vaz-nasiyat mu'minlarga foydaliqdir degan oyati ma'nisiz qolgan bo'ladi. Sura Zariyat 55-oyat. Axloq tarbiya bilan o'zgaradigan narsa bo'lganligi uchun uni yaxshilik tarafga o'zgartirishga ahamiyat bermagan odam Alloh taolaning oldida bu yetarsizligi sababli javobgarlikka tortiladi. Chunki Alloh taolo insonni faqat o'zi qilgan va qilish iqtidorida bo'lgan ishlarning mas'uliyati uchun javobgarlikka tortadi. Alloh taolo insonning qo'lidan kelmaydigan ishlardan hargiz insonni mas'ul tutmaydi. Masalan, Alloh taolo pakar odamni uning pakarligi, egiz bo'yliq odamni uning egiz bo'yligi sababli javobgarlikka tortmaganiga o'xshash. Shunga insonning javobgarligi o'zini va axloqini yaxshilik yoki yomonlik tarafga o'zgartirish qo'lidan keladigan ishlar doirasida bo'ladi. Bu vaqtdagi islom prinsipi mundaq. Nafsini pok qilgan odam maqsadiga yetadi. Uni gunohga botirgan odam ziyon tortadi. Sura Shams 10-oyat. Har qanday bir qavm o'zini o'zgartmagicha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi. Sura Rayd 11-oyat. Go'zal axloqlarni yetildirishning choralari. 732-savol. Go'zal axloqlarni yetildirishning choralari qaysilar? Javob. Go'zal axloqlarni yetildirishning eng oldingi va unumli chorasi tarbiya ekanligida shak yo'q. Shunga islom dini axloq tarbiyasiga alohida zo'r ahamiyat bergan bo'lib, axloq tarbiyasi iymon tarbiyasi bilan bir o'rinda turadi. Shu sababdan payg'ambar alayhissalomning payg'ambarlik hayotining ko'pragini iymon bilan axloqni turg'izish yo'liga otganligi ajablanarli emas. Inson tabiati bir xil bo'lmaganlikdan, ularning birga munosib kelgan tarbiya chorasi yana birga munosib kelmaydi. Shuning uchun islom tarbiyasi butun insonlarning tabiatiga munosib keladigan tarbiya vositalarining hammasini qo'llangan. Kishilarning o'zlarida islom axloqini yetildirishi uchun islom dinining ularga taqdim qilgan tarbiya choralari, amaliy mashq,
yaxshi muhit, yaxshi o'lga musulmon jamiyatining ijtimoiy besimi qatorliqlardir. 733-savol. Amaliy mashq orqali axloqni yetildirish qanday bo'ladi? Javob. Nafsini ishtaha qilgan va havas qilgan ishlardan mahrum qilish va uni shunda qiyinchiliklarga chiniqtirish go'zal axloqlarni yetildirish va esil fazilatlarga odatlanishning choralaridan biridir. Bundaq mashqlar dastlabda insonga og'ir tuyulsa-mu, keyincha uni qiyin ko'maydigan bo'lib ketadi. Bu xuddi jismoniy jihatdan chiniqish orqali badanni kuchlantirganga o'xshash ish. Insonda axloqiy fazilatlarni qabul qilishga tabiiy iqtidor va qobiliyat bo'lganligi uchun tarbiya deydigan narsa mavjud. Agar insonning axloqi qat'iy o'zgarmaydigan va isloh qilinmaydigan bo'lsa edi, inson hayotida tarbiyaning ahamiyati bo'lmagan bo'ladi. Ammo ilohiy ta'limotlar bilan reallikdagi tajribalarni asos qilgan tarbiya metodlari inson tabiatida tarbiyani qabul qilish iqtidori borligini isbotlab kelmoqda. Tarbiyachilar, ustozlar va muallimlar bu metodga asoslangan holda yangi avlodlarni tarbiyalash ishlarini olib bormoqda. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq degan: "Ilm o'rganish bilan, sabrjonlikqa odatlanish bilan bo'ladi." Yana bir hadisda iffetlik bo'lishni xohlagan kishini Alloh iffetlik qiladi. Kishilardan behojat bo'lishni xohlagan kishini Alloh behojat qiladi. Savrjonlikni mashq qilgan kishini savrjon qiladi, deb ko'rsatgan. Buxoriy va Muslim rivoyat. Nafsini yig'ish, uning yo'lsiz havaslarini rad qilish va ko'ngli xohlamasimi o'zini yaxshi ishqa va esil fazilatga zo'rlashdan iborat jafoliq mashq bilan go'zal axloqlarni yetildirish albatta mumkindir. Masalan, tez ochiqlanadigan odam o'zida og'ir besiqlikdan iborat go'zal axloqni yetildirish yo'lida dastlabda qiyinchilik tarsimi, amaliy mashqni davom qilish orqali oxiri og'ir besiqlikni hosil qila oladi. Boshqa axloq turlari shuningga o'xshaydi. 734-savol. Fazilatlik jamiyat degan qanday jamiyat? Javob. Fazilatlik jamiyat insoniy xislatlarni, islomiy go'zal axloq va oliy fazilatlarni o'zlariga mujassam qilgan, yaxshi qiliq va yaxshi odatlarni yoqtiradigan, yomon odat va yomon qiliqlarni, shundaqla nachar axloqlarni yomon ko'radigan insonlar to'plamidan tarkib topgan jamoatchilikdir. Fazilatlik jamiyat Qur'on Karimdagi sizlar insonlar manfaati uchun o'ttirg'i chiqarilgan yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'sadigan, Allohga iymon etadigan eng yaxshi ummat sizlar degan oyatda maqtalgan insonlar yashaydigan jamiyatdir. Sura Al-Imron 110-oyat. 735-savol. Yaxshi muhit va fazilatlik jamiyatda yashash bilan axloqni yetildirish qanday bo'ladi? Javob. Yaxshi muhit va fazilatlik jamiyatga cho'kib, shu jamiyat insonlari bilan birga yashash orqali shu jamiyat a'zolarining axloq fazilatlarini, yaxshi odatlarini o'rganib yetildirgili bo'ladi. Chunki inson o'zi yashagan jamiyatning va shu jamiyatga insonlarning ta'siri ostida qolganlikdan ularning odatlarini va axloqlarini ixtiyoriy va ixtiyorsiz holda qabul qiladi. Shu jamiyat kishilari yoqtirganni yoqtiradigan, ular yomon ko'rganni yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Shunda qilib shu jamiyat kishilaridagi axloq fazilatlarni o'ziga o'zlashtiradi. Tilda rostchilik, odatida vafodorlik, muomalada adolatparvarlik ifodalanib turadigan o'lgulik bir jamiyatda yashagan odam uchun bu jamiyat kishilarining esil odatlariga xiloflik qilish osonga to'xtamaydi. Ko'ngli xohlamasimi bu odatlarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Shunda qilib bu jamiyatning axloqini o'zida yetildiradi. Vaqt uzargan sari u shu jamiyatga vakillik qila oladiganlar qatoridan bo'lib qoladi. Masalan, bexil insondan biri axloq fazilatlik va saxovatlik bir jamiyatda yashasa, vaqtning uzilishi bilan shu jamiyat kishilarining sexiyligidan ma'lum miqdorini o'ziga yerlashtira oladi. Qo'rqinchoq biri qo'rqinishni bilmaydigan bir jamiyat kishilari bilan yashash orqali o'zidagi qo'rqinchoqlik nisbatini to'valta oladi. Aksicha, axloq fazilatdan nesivasi bo'lmagan jamiyatda yashaganlarning mutlaq ko'p qismi shu jamiyatning yomon odatlari va nachar axloqlarini bilib bilmay qabul qilganlikdan go'zal axloqdan mahrum qoladi. 736-savol. Yaxshi ulgi degan nima? Javob. Yaxshi ulgi axloq fazilat uchun eng yaxshi misol bo'la oladigan amaliy ulgi demakdir. Bundaq ulgi onunğa əgish mangılı bo'ladigan hissi ulgi bo'lganidek, uning ish izlarini va suratini tarixlardan, qissalardan o'qish orqali zihinlarga keltirgili bo'ladigan ma'naviy ulgi bo'ladi.
Yaxshi ulgi shaxslar uchun ulgilik shaxslardan, kollektiv uchun ulgilik jamoat va ulgilik jamiyatdan ta'sirot elish orqali hosil bo'ladi. 737 savol. Yaxshi ulgining axloqni yetildirishdagi ta'sirining siri nima? Javob. Yaxshi ulgining go'zal axloq va esil fazilatlarni yetildirishda ta'sirining cho'ng bo'ladiganligining siri mundaq. Birinchi. Yaxshi ulgi har qanday bir jamiyatda eng yuqori va eng oliy martabani egallaydi. Bundaq bir martaba odatda umum xalqning sevgisiga, taqdirlashiga, hurmat ehtiromiga va qiziqishiga sazovor bo'ladi. Bu ahvol mundaq bir ulgi yaratishga turtki bo'ladigan go'zal axloq va esil fazilatlardan nasibasi bo'lmaganlar orasida ulgilik kishilarni taqlid qilish ro'yini uyg'otadi-da, ular axloq fazilatda ulgilik kishilarni shakli jihatda bo'lsa-mu do'rashqa va ularga o'zlarini o'qitishga tirishadi. Bu ahvol ma'lum muddat shundoq davom qilish natijasida taqlid qiluvchilar, taqlid qilinuvchilardagi axloq fazilatlarni o'rganadi va o'zlariga yerlashtiradi. Oxirida ular o'zlarining tirishchanligiga qarab go'zal axloq va esil fazilatlardan tegishli nasibalarini oladi. Chunki inson qandoqli bir ishni ma'lum muddat taqlid qilgandan keyin bu ish uning odatiga aylanib qoladi. Ikkinchi. Kamolat darajalarida uzluksiz yuksalgan biror ulga aqli uyg'oq kishining qalbida uni suyish, taqdirlash, uningga qiziqish ta'sirini qo'zg'ash bilan bir vaqtda uningning kamolatlariga yuksalish ro'yini uyg'otadi. Agar uning tabiatida yaxshilikqa moyillik bo'lib, kamolat martabalarida o'rlash iqtidori bo'lsa, o'ziga nisbatan ulgi sanalgan kishining yaxshilik taraflarini turmasdan taqlid qilishga tirishadi va uning qilganlarini qilish uchun kuch sarf qiladi. Shunda qilib oxiri maqsadiga yetadi va tirishchanligiga qarab kamolat martabalaridan tegishli nasibasini oladi. 3. Yaxshi ulgi odatda eng esil fazilat va eng yaxshi axloqlar bilan zinnatlangan kishi bo'lib, u boshqalarga bu ortiqchiliklarni hosil qilishning mumkin ekanligi qanoatini beradi. Shuning bilan axloq fazilatli bo'lishga qiziqadiganlar ikkilanmasdan bu yo'lga qadam qo'yadi-da, bu yo'lda ko'rsatgan tirishchanligiga qarab go'zal axloq va esil fazilatlardan nasib oladi. Reallikda ko'ryapmizki, ta'lim-tarbiya sohasida ko'plagan kishilar o'zlarining qudratini his qilolmaganlikdan ba'zi ishlarni amalga oshirish mumkin emas deb qaraydi. Ular boshqalarning shu ishlarni amalga oshirganligini ko'rganidan keyin o'zining qudratini sinab beqish maqsadi bilan bu ishlarga otlanib, oxiri g'alaba qiladi. Bu g'albaga insondagi boshqalarni do'rashga bo'lgan tabiiy moyillik va do'rash qobiliyati alohida yordam qiladi. 738-savol. Islom dinida yaxshi ulgining o'rni nima? Javob. Islom dini yaxshi ulgini musulmonlar jamiyatining kamolat darajalariga qarab taraqqiy qilish vositalaridan biri qilib belgilagan. Axloq fazilatda yuksalishmi buning jumlasidan sanaladi. Qur'oni Karim musulmonlar uchun payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalomni eng yaxshi ulgi qilib ko'rsatgan. Sizlarga Allohni, oxirat kunini umid qiladigan va Allohni ko'p yod etguvchilarga Rasululloh albatta yaxshi ulgudir. Sura Ahzob 21-oyat. Bu oyat Alloh taolo tarafidan musulmonlarga berilgan cho'ng ta'limot bo'lib, musulmonlarning Muhammad alayhissalomni butun ish harakatlarida, gap so'zlarida va yurish turishlarida ulgu qilib, uningga haqiqiy ravishda agishishni talab qiladi. Haqiqatan Muhammad alayhissalom odatdagi kishilar va kamolat darajalariga yuksalishga intilganlar uchun eng yaxshi ulgudir. O'z zamonasida payg'ambar alayhissalom musulmonlar uchun hayot qaynamlarining butun sohalarida jonliq ulgu bo'lib kelgan bo'lsa, payg'ambar alayhissalom olamdan o'tgandan keyin uning shonliq hayoti, ulug'vor ish izlari va faoliyatlari nasldan naslga yetib kelish natijasida to hozirgacha butun islom millati uchun eng yaxshi ulgu bo'lib kelmoqda. Hozirgi asrda musulmonlarning ko'p sonlig'i payg'ambar alayhissalomning hayot qaynamlarining hamma sohalarida to'liq ulgu qilinmagan bo'lsa-mu, o'tgan 14 asrdan ko'proq tarixdan beri Muhammad alayhissalomni butun ishlarda ulgu qilib kelgan bir bo'lak musulmonlar to'plami uzilib qolgani yo'q. Garchi ular hozirgi zamonda oz sonliqni tashkil qilsa-mu, qimmat va sifat jihatda yuqoridir. Payg'ambar alayhissalom bu ahvoldan xabar berib mundaq degan: Har zaman mening ummatimdan bo'lgan bir bo'lak kishilar haqiqat yo'lida kurash qilishga davom qiladi. Bu ish ta qiyomatgacha shunday bo'ladi. Imom Muslim rivoyat. Yana mundaq degan: Mening ummatimdan har zaman bir toif kishilar Alloh taolaning amrini tutishga davom qiladi.
ularga muxolifiyatchilik qilguvchilar va ularni noumid qo'yg'uvchilar ularga ziyon yetkazolmaydi. Bu ish to qiyomatgacha shundoq davom qiladi. Buxoriy va Muslim rivoyat. Demak, haqiqiy musulmonlikqa vakillik qila oladigan bir bo'lak chin musulmonlar to qiyomatgacha har vaqt o'zini isbotlab va boshqalarga ulgu bo'lib turadi. 739-savol. Jamiyatning besimi bilan axloqni qanday yetildirish mumkin? Javob. İnsanlarning axloqini isloh qilish yo'lida islom tarbiyasi axloq va esil fazilatlarga zo'rlaydigan ma'naviy besimdir. Chunki har qanday bir jamiyatda shu jamiyat a'zolari bo'lgan shaxslarning qalbiga ta'sir ko'rsatadigan ma'naviy nupuz va ma'lum darajada besim bo'ladi. 740-savol. Jamiyatdagi ma'naviy nupuz yoki besimning manbai nima? Javob. Har qanday bir jamiyat ega bo'lgan ma'naviy nupuz va besimning ma'naviy shu jamiyatdagi shaxslarning jamiyatga bo'lgan ehtiyoji va jamiyatdan kutadigan moddiy ham ma'naviy manfaatlaridir. Chunki inson boshqalar bilan aralashib umr suradigan ijtimoiy va madaniy maxluqot bo'lganlikdan ma'lum insonlar to'plami ichida hayot kechirishga muhtoj bo'ladi va shu orqali normal hayot kechira oladi. Insonning jamiyat bilan bo'lgan munosabati uning jamiyatga bo'lgan ehtiyojdan maydonga kelgan tabiiy munosabatdir. Qandoqli bir narsa bo'lgan ehtiyoj egalarini o'ziga qartadiganligi, hatto o'ziga qul qilib oladiganligi reallikda ko'rilayotgan haqiqatlarning biridir. Ahvol bunday ekan, ehtiyoj egasi bo'lgan odam jamiyatdagi kishilarni qoyil qilmag'icha va ularni rozi qilmag'icha jamiyatdan kutganlarini ololmaydiganligini bilganligi uchun jamiyatda e'tiborli kishilardan bo'lish, jamiyatdagi kishilarni qoyil qilish orqali ularning qo'llashiga erishish yo'lida majburiy holda jamiyat kishilarining yo'liga ergishishida ularning urf-odatlariga moslashadi. Ular yoqtirgan ishlarni qilishga va ular yomon ko'radigan qiliqlardan yiroq turishga tirishadi. Shunda qilib, u musulmonlar to'plami yoqtiradigan go'zal axloq va esil fazilatlarni asta-asta o'zida yetildiradi. 741-savol. Shaxsiylarning jamiyatga bo'lgan ma'naviy ehtiyoji nima? Javob. İnsonni jamiyat bilan bog'lab turadigan ma'naviy ehtiyojlarning biri insondagi qadr-qimmat ehtiyojidir. Shunga nurg'un kishilar boshqalarning qo'llashiga, hurmat ehtiromiga, hatto maqtishiga sazovor bo'lish qiziqarligi bilan chin qalbidan bo'lmasimi yaxshi ishlarni o'zligidan qilishga, o'zlarini go'zal axloqlarga odatlantirishga, boshqalarning nafratini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun nafsi havaslaridan, shaxsiy g'arazlardan, hatto ba'zi zarur manfaatlardan voz kechishga majbur bo'ladi. Bunday ishlar ularning hammasini jamiyatning inson qalbidagi nupuzi va besimi yuzasidan qiladi. Garchi bunday shaklvozlik qilish insoniy va islomiy axloq o'lchamiga uyg'un kelmasimi, boshqalardan uyilib bo'lsa-mu, yomon ishlarni tark etishga, yaxshi ishlarni qilishga o'zini ko'ndirgan odam vaqtning o'tishi bilan asta-asta bu yaxshi odatni axloqqa aylantira oladi. Ya'ni yaxshi ishlarni qilish, go'zal axloqlar bilan axloqlanish, yomon va nachar qiliqlardan yiroq turish uning axloqining bir parchasiga aylanib qoladi. Keyincha bundoq odam go'zal axloq doirasida ish ko'rishni bir jamiyatga bog'lamasdan davomlashtiradigan bo'lib qoladi.